Darbi Strickland. Oiladagi zo'ravonlik. Aniqlash, chora ko'rish, qutqarish. Eshli kursida qimir etmasdan o'tirardi. Uning eri Clint esa hozirgina menga rafiqasi nihoyatda yordamga muhtoj ekanligi haqida gapirib berdi. U juda sovuq, vaqtsiz, ortiq bunday yashay olmayman, deb nolidi Clint. U o'zi bilan olib kelgan kitobni mahkam qisdi. Ayoli unga yaxshi munosabatda bo'lishi hamda uni ko'proq hurmat qilishida bu kitob yaxshi yordam beradi deb o'ylagan edi. Men uning so'zlarini tinglashimni, shikoyatlarini diqqat bilan eshitishimni xohlagandi. Men ham yoshlik qilib, tajribasizligim tufayli uning qarmog'iga ilindim. Men o'shandan keyingi har bir daqiqadan afsusdaman. Eshli bor yo'g'i bir nechta jumla aytdi xolos. Hozir o'sha voqealarni eslasam, go'yoki u yerda Eshlining o'zi yo'qdek edi. Lekin u bor edi. U o'sha yerda edi va men uning eri tomon bo'lib, erining nikoh haqidagi fikrlarini ma'qullaganimni hamda dardiga sherik bo'lganimni kuzatib turdi. Bir nechta hafta davomida biz bir xil narsalar haqida suhbatlashdik. Clint o'zining muammolari va azoblari haqida gapirardi. Men esa uni tinglardim. Bir marta u aytgan qaysidir holat haqida batafsil tushuntirishini so'raganimda, bu unga yoqmadi. Qattiq jahli chiqib, 20 daqiqa menga ma'ruza o'qidi. U meni gapirtirmadi va u yon bermadi. O'sha damda men Clintning aslida qanday odam ekanini bildim. Unga yordam bermayotganimni, aksincha rafiqasini nazorat qilish uchun mendan foydalanayotganini anglab yetdim. U o'zini hissiz rafiqasining qurboni sifatida ko'rsatdi, lekin aslida ayolining ustidan to'liq hukmronlik qilishni xohlayotgan edi. U har hafta yonimga kelib, uning rafiqasi bilan bu haqda gaplashishim kerakligini aytardi. U menga o'z ta'sirini o'tkazgan edi. Men Eshlidan eriga ko'proq e'tibor berishini, uchrashuvlar tashkil qilishini hamda muammolar haqida gap ochilganda Clint bilan muloyimroq gaplashishini so'radim. Bularni eslasam, hozir ham ko'nglim behuzur bo'lib ketadi. Bunday yoqimsiz, ammo fosh qiluvchi suhbatdan keyin men ularning har biri bilan alohida ko'risha boshladim. Xudo mening gumonlarimni tasdiqladi. Clint o'zaro munosabatlarda bir umr rafiqasi ustidan hukmronlik qilib kelayotgan ekan. U 25 yil mobaynida Eshliga bosim o'tkazib kelgandi. Uning o'zini tutishi Eshlining qalbiga, ongiga va tanasiga aql bovar qilmaydigan darajada shikast yetkazgan edi. Voiz kitobida zo'ravonlar hamda mazlumlarning og'ir ahvoli shunday tasvirlangan. So'ngra men quyosh ostida qilinayotgan barcha jabrlarni ko'rdim. Jabrlanganlarning ko'z yoshlarini va ularning yupatuvchilari yo'qligini ko'rdim. Kuch-qudrat ularni jabrlovchilar tomonida ekanini, ammo ularning yupatuvchilari yo'qligini ko'rdim. Bu haqda Voiz kitobining 4-bob 1-oyatida o'qiymiz. Men duch kelgan holat shunchaki nikohda bo'ladigan muammo emasligi menga tez orada ayon bo'ldi. Ularning munosabatlaridagi nomutanosiblik va chalkashlik meni Eshliga g'amxo'rlik qilish va uni himoya qilishga hamda Clintning zo'ravonligiga to'g'ridan-to'g'ri e'tibor qaratishni talab qilardi. Ehtimol siz ham oiladagi zo'ravonlikka uchrayotgan odamlarni bilarsiz va ularga yordam berish yo'llarini izlayotgandirsiz. Ushbu risolada biz zo'ravonlikni aniqlab, uni fosh qilish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin zo'ravonlikka er-xotin o'rtasida bo'ladigan muammo sifatida qarash qanchalik ko'p zarar yetkazishi haqida gaplashamiz. So'ngra
Zo'ravonlik hukm surayotgan oilalarda nimalar sodir bo'layotganini tushunish uchun muqaddas bitiklarga qaraymiz. Zo'ravonlik qay darajada zarar yetkazganini aniqlaganimizdan keyin zo'ravonga ham, jabrdiydaga ham qanday yo'l yo'riq ko'rsatish kerakligi haqida bir qator tavsiyalar beraman. Zulm nima? Turmushda er-xotinlardan biri boshqasini majburlash, boshqarish va jazolash orqali nazorat qilish va hukmronlik qilishga intilganida zulm sodir bo'ladi. Bunday holatni ta'riflash uchun eng ko'p ishlatiladigan atama oiladagi zo'ravonlik yoki oiladagi zo'rlik deb ataladi. Men zulm atamasini ishlatishni ma'qul ko'raman. Chunki bu atama hukmronlikni ifoda etuvchi kalomga xos tushuncha hisoblanadi. Qolaversa, bu atama jabrdiydalarga nisbatan Xudoning munosabatini tushunishimizga ham yordam beradi. Xudo zulm o'tkazadigan insonlarga qarshidir. Zulm qiladigan er yoki xotin turli usullardan foydalanishi mumkin. Zulm qiluvchi kishi o'z juftining erkinligini cheklashi, qo'rquv uyg'otishi, ekspluatatsiya qilishi, qo'rqitishi, xo'rlashi, huquqlardan mahrum qilishi, boshqalardan ajratib qo'yishi, tahdid qilishi, bo'ysunishni talab qilishi yoki jismoniy shikast yetkazishi mumkin. Bunday yovuzlik ostida yashash jabrlanuvchining hissiy, ruhiy, jismoniy, jinsiy, oilaviy va iqtisodiy farovonligiga zarar yetkazadi. Zulmni qanday aniqlash mumkin? Keling, biz yordam berayotgan insonlarning hayotidagi zulmkor xatti-harakatlarni qanday aniqlashimiz mumkinligini ko'rib chiqaylik. Eshli va Klint bilan uchrashishdan oldin men zo'ravonlikning bunchalik keng tarqalganini bilmasdim. Zo'ravon kishi hech kimga bildirmasdan turmush o'rtog'iga zulm qiladi. Jabrdiydalar esa buni hech kimga ayta olmaydi. Mening tajribasizligim hamda oiladagi zo'ravonlik nima ekanini, qanchalik keng tarqalganini bilmaganim uchun Eshli bilan Klintning turmushdagi vaziyatning asosiy omili zo'ravonlik ekanini bilmagandim. Zo'ravonlik hukm surayotgan oilalarga xizmat qilishning asosiy jihati zo'ravonlikni aniqlash va fosh qilishdir. Mendan avval Eshli va Klint 6 ta maslahatchining huzurida bo'lishgan. Biroq ulardan birontasi ham zo'ravonlikni aniqlay olmagan edi. Xuddi Eshli kabi o'zlarining zo'ravonlik qurboni ekanliklarini anglab yetmagan juda ko'p odamlar bor. Agar zo'ravonlik aniqlanmasa yoki inson o'zi buni anglab yetmasa, buni bilish qiyin bo'ladi. Quyida sizga yordam beradigan 3 ta baholash usuli keltirilgan. Birinchi baholash usuli. Nikohdagi o'zaro munosabatlar va muvozanatsizlikni baholang. Nikohda jazolashning takrorlanuvchi ko'rinishlari va kuchlarning muvozanatsizligiga ahamiyat bering. Siz jabrdiyda deb hisoblagan inson bilan gaplashganingizda quyidagi savollarni bering. Uyda biron qaror qabul qilishda o'z fikringizni ayta olasizmi? Turmush o'rtog'ingizning fikriga qarshi chiqsangiz nima bo'ladi? Turmush o'rtog'ingiz yonida qo'rqib turasizmi? O'zaro munosabatlarda turmush o'rtog'ingiz sizga tahdid qilganmi yoki jismoniy shikast yetkazganmi? O'zingiz istamagan paytda jinsiy aloqa qilishga majbur bo'lganmisiz? Biror ko'ngilsizlik yuz berganida turmush o'rtog'ingiz bunda sizni ayblaydimi? Qanday qilib? Do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan munosabatlaringizni kuzatadimi? Oilaviy jamg'armangizni nimalarga sarflash haqida o'z fikringizni bildira olasizmi? Bu savollarni berayotganingizda suhbatlashingizdan batafsilroq gapirib berishni so'rang. Hukmronlik va jazolash odatlarini topishga harakat qiling.
Iloji boricha zo'ravon yo'q joyda suhbatlashishga harakat qiling, chunki jabrdiyda uning oldida bor gapni ochiq aytmasligi yoki bor gapni aytish xatarli bo'lishi mumkin. Yodingizda tuting, hamma zo'ravonliklar jismoniy bo'lmaydi, lekin jismoniy zo'ravonlik hukm surgan joyda jinsiy zo'ravonlik ham bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ikkinchi baholash usuli. Er-xotin janjal paytida o'zini qanday tutishini tahlil qiling. Zulmni aniqlashning ikkinchi baholash usuli er-xotinning janjal paytida o'zini qanday tutishi haqida aniq ma'lumot yig'ishdir. Zulm qiladigan kishilar muammoga yechim topish yoki yarashish uchun bahslashmaydilar. Ular bahsni janjal deb hisoblaydilar. Zulmni aniqlash uchun men er-xotinlardan bahs paytida ular qo'llaydigan usullarni aniqlashlarini so'rayman. So'kish, javob berishdan yoki eshitishdan bosh tortish, qo'rqitish yoki kinoya qilish, masxara qilish, o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatish, qattiq tanbeh berish, laqab qo'yish, yolg'on gapirish yoki yo'lni to'sish kabi zulmkor xatti-harakatlarga e'tibor bering. Er-xotin ziddiyatlarni qanday muhokama qilishi va ularga yechim topishini bilish janjal paytidagi muhitni his qilishimga yordam beradigan qo'shimcha savollar berish uchun imkoniyat yaratadi. Biz vaziyat qanday bo'lganini bilishimiz kerak. Masalan, u sizga baqirayotgan paytda qayerda turgan edi? Bu savol turmush o'rtog'iga yo'lni ataylab to'sish, burchakka taqash kabi holatlar haqida xabar berish imkoniyatini yaratadi. Aniqlovchi savollar hal qiluvchi ahamiyatga ega. U o'zini chetga olganda, o'z qobig'iga o'ralib qolganda bu qancha davom etadi? U sizni qanday so'zlar bilan haqorat qiladi? Va hokazo. Uchinchi baholash usuli. Er-xotinning so'zsiz xatti-harakatlarini o'rganish. Juftliklarning biri ikkinchisiga zulm o'tkazayotganini aniqlashning uchinchi baholash usuli ularning so'zsiz xatti-harakatlarini kuzatishdir. Zulm qiluvchilar suhbatni nazorat qilishga, boshqalarning gapini bo'lishga moyil bo'ladilar va juftiga hamdardligini yoki bog'liqligini bildirmaydilar. Zulmga uchragan odam esa aksincha juda kam gapiradi, xatti-harakatida ham, gaplarida ham juftiga itoatkorligini ko'rsatadi. Lekin bu har doim ham shunday bo'lavermaydi. Shuning uchun faqat shu bitta belgiga qarab nikohda zulm bo'lishi mumkinligini inkor etmang. Noqulaylik va ehtiyotkorlikni ifodalaydigan so'zsiz xatti-harakatlarga e'tibor bering. Zo'ravonlikning mavjudligi va darajasi aniqlangan zahoti donolik va ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Zo'ravonlik bu nikoh muammosi emas. Zo'ravonlikka nikoh muammosi sifatida qarash nafaqat befoyda, balki zararli hamdir. Hamkasbim Winston Smith buni shunday ta'kidlaydi. Nikohda zo'ravonlik mavjudligini aniqlash juda muhim, chunki agar bu holatlar aniqlanmasa, ular konsultatsiya jarayoniga putur yetkazishi mumkin. Nikoh bo'yicha maslahat berishning asosiy tamoyili har bir turmush o'rtoq umumiy muammolarga o'zining qanday hissa qo'shayotganini tushunishi uchun ularga o'z xulq-atvorini tahlil qilishda yordam berishdan iborat. Biroq aynan shu jarayon bilmagan holda zo'ravonlik tizimini to'xtatish o'rniga unga xizmat qilib qo'yishi mumkin. U so'zida davom etib, zulmkor qanday qilib konsultatsiya jarayonini buzib yuborishini va bor aybni zulm chekayotgan turmush o'rtog'iga yuklashini tushuntiradi. Jabrlanuvchi esa zo'ravonlik to'xtatishidan umid qilib, o'zini o'zgartirishga yanada ko'proq harakat qilishi mumkin, ammo bu umid befoydadir. Klint va Eshli bilan aynan shunday sodir bo'lgan edi va bu holat nazorat qilish uchun shunchaki yangi imkoniyatlarni ochib beradi.
Men Klint va Eshliga konsultatsiya berishni boshlaganimda, har bir tomonning gunohi ikkinchisini qanday qarmoqqa ilintirayotganini va butparastlikning o'zaro bog'liq shakllarini qidirgan edim. Nikohda ikkala tomon ham ishlashga va o'sishga tayyor bo'lsa, konsultatsiya jarayoni bunday umumiy munosabatlardagi qiyinchiliklar dinamikasini hal qilishi mumkin. Men Klint va Eshlining asosiy muammosi ularning bir-biriga noto'g'ri ta'sir ko'rsatayotgani va bir-birini chalkashtirib yuborayotganida deb ishongandim. Agar ikkalasi ham Masihni hayotining markaziga qo'yish ustida ishlasalar, unga tayanib boshqa narsalarga bo'lgan bog'liqliklaridan tavba qilsalar, nikohi yaxshilanadi deb o'ylagandim. Biroq bunday yondashuv zo'ravonlik qanday ishlashini hisobga olmaydi. Zo'ravonlar o'zlarining qilgan gunohlari uchun afsuslanmaydilar va ularni to'g'rilashga harakat qilmaydilar. Buning o'rniga ular turmush o'rtoqlarining kamchiliklarini kuchaytirib, ushbu kamchiliklarni to'g'rilashga urinadilar. Bu esa ularning hukmronlik xatti-harakatlarini oqlaydi. Ko'rdingmi, senga aytgandim, hamma muammo senda. Hatto zo'ravonlikka uchragan tomon o'zgarsa ham, bu o'zgarish ularning nikohini yaxshilamaydi, balki yanada kuchliroq zo'ravonlikka olib kelishi mumkin. Bunday ahvol siz o'chirmoqchi bo'lgan olovga moy sepadi. Modomiki nikoh masalasi bo'yicha konsultatsiya foyda berish o'rniga zarar keltirsa, unda nima qilish kerak? Bu savolga javob berish uchun avvalo biz oiladagi zo'ravonlikni nima kuchaytirishini aniqlab olishimiz lozim. Zo'ravonlikni aniqlash, daraxtlar haqida masal. Zo'ravonlik va o'z hukmini o'tkazishning yomonligini tushunishimiz uchun muqaddas bitiklarda masallardan foydalanilgan. Hakamlar kitobining 9-bobida keltirilgan daraxtlar haqidagi masal hukm o'tkazuvchilarning qalbini hamda ularning zulmi ostida yashayotganlar uchun kelib chiqadigan oqibatlarni tushunishga yordam berdi. Uning ta'limotiga asoslangan holda zo'ravonlarning buzg'unchi dunyoqarashini anglash hamda mazlumga g'amxo'rlik qilib, uning himoyasini ta'minlash uchun zo'ravonlikni konseptuallashtirish, ya'ni tizimli tushunish usulini tavsiya qilaman. Hakamlar kitobi Isroil yurtida shoh paydo bo'lishidan avvalgi davrlarda sodir bo'lgan hodisalar haqida hikoya qiladi. O'sha davr mobaynida Xudo o'z xalqiga yordam berish uchun yetakchilarni tayinlagan. Ular hakamlar deb atalgan. Shunday hakamlardan biri Gideon edi. Gideonning o'limidan keyin uning 70 ta o'g'lidan biri Abu Malik qotillik qilib, hiyla ishlatish yo'li bilan hokimiyatni o'z qo'liga oldi. U onasining qabilasini ishontirib, qo'lga kiritadigan hokimiyat bilan ularga yordam berishni aytdi. Ularning yordami bilan Abu Malik hamma aka-ukalarini o'ldirdi. Faqat kenja o'g'il Yotam yashirinib olgani uchun tirik qoldi. Yotam Abu Malikning qilmishlarini qoralovchi masal aytdi. Bir kuni daraxtlar o'zlarining ustilaridan podshohni moylash uchun bordilar va zaytun daraxtiga "Bizning ustimizdan hukmronlik qilgan", dedilar. Zaytun daraxti ularga "Mening moyim bilan xudolarni va odamlarni ehtirom qiladilar. Men o'zimning moyimni qoldirib, daraxtlar ustidan tentirash uchun boramanmi?" dedi. Daraxtlar anjir daraxtiga "Kelgin, sen bizning ustimizdan hukmronlik qilgin", dedilar. Anjir daraxti ularga "Men o'zimning shirinligimni va yaxshi hosilimni qoldirib, daraxtlarning ustidan tentirash uchun boramanmi?" dedi. Daraxtlar uzum tokiga "Kelgin, sen bizning ustimizdan hukmronlik qilgin", dedilar. Uzum toki ularga "Men xudolarni va odamlarni quvontiradigan sharobimni qoldirib, daraxtlar ustidan tentirash uchun boramanmi?" dedi.
Axiri barcha daraxtlar tikanakka "Kelgin, sen bizning ustimizdan hukmronlik qilgin" dedilar. Tikanak daraxtlarga "Agar sizlar haqiqatdan meni ustilaringizdan podshoh qilib qo'yayotgan bo'lsangizlar, unda kelinglar, mening soyamda orom olinglar. Agar bunday bo'lmasa, unda tikanakdan olov chiqadi va Libanonning kedirlarini yondirib yuboradi", dedi. Bu haqda Hakamlar kitobining 9-bob 8 va 15-oyatlarida o'qidik. Bu masaldan bir qator xulosa chiqarish mumkin. Daraxtlar o'zlari uchun shox tayinlashni xohlashadi. Zaytun, anjir va uzum daraxti shox bo'lish haqidagi boshqa daraxtlarning taklifini rad qilishdi. Chunki ular hosil berish uchun yaratilganini yaxshi bilardilar. Ular nima uchun yaratilganini bilardilar va bu vazifani ado etishdan mamnun edilar. Ular hukmronlik qilishdan ko'ra xizmat qilishni afzal ko'rganlari uchun o'zlariga tegishli bo'lmagan mavqeni egallash vasvasasiga tushmadilar. Ular hukmronlikka, boshqarishga va shon-shuhratga intilmaydilar. Biroq tikanak boshqa yo'l tutdi. U daraxtlarga shox bo'lishga rozilik berib, kinoyali va yoqimsiz va'da berdi. "Mening soyamda orom olinglar. Tikanakning bargi bo'lmaydi, faqat tikandan iborat bo'ladi. U baland daraxtlarga soya berolmaydigan past bo'yli buta. U daraxtlarni quyoshdan himoya qila olmaydi. Eng yomoni, atrofidagi hamma narsani bo'g'ib, ilma-teshik qiladi. U daraxtlar ustidan shox bo'lishga munosib bo'lmasa ham, bu lavozimni egallashga rozi bo'ldi." Tikanak zolim shoh bo'lishi, yo'lida uchragan hamma narsani yondirib, kul qilishi haqida ogohlantirdi. Muqaddas bitiklarda tikanak har doim salbiy qiyofada tasvirlanishi bejiz emas. Abu Malikning hukmronligi davom etarkan, Yotam aytgan masal haqiqatga aylanardi. Hokimiyatni saqlab qolish uchun Abu Malik odamlarni o'ldirishda davom etardi. Hosil bermasligi uchun hatto yerga tuz septirdi. Tikanak singari Abu Malik ham zolim edi. U o'ziga tegishli bo'lmagan kuch-qudrat va hokimiyatga intildi. Uning zulmi boshqalarga zarar keltirdi. Tikanak daraxtlar uchun munosib shoh bo'lmaganidek, Abu Malik ham Isroil uchun munosib shoh emasdi. Ularning har ikkisi ham qo'l ostidagilarga hukmronlik qilishni istaydi. Kimdir ularning yo'liga chiqsa, hammasini qirib tashlaydi. Yotamning masali hayotni bo'g'uvchi yetakchilikning juda yaxshi namunasini beradi. Undagi ogohlantirishlar turmush o'rtoq buyruqboz va vayronkor bo'lganda bizga yo'l ko'rsatishi mumkin. Daraxtlar haqidagi masal bu vaziyatga qanday yondashish kerakligini ko'rsatadi. Muammoli nikohga duch kelganda masihiylar ko'pincha ikkita gunohkorni ko'radilar. Ularning har biri munosabatlarga o'z gunohli odatlari bilan hissa qo'shayotgandek tuyuladi. Zulm holatlarida ham bu ma'lum ma'noda to'g'ri. Ammo zulmkorning vayronkor va hukmron ta'siri hamda zulm chekayotganning ojizligi tufayli bu holatlar ikki gunohkor turmush o'rtoqning odatiy o'zaro ta'siridan ancha chetga chiqadi. Hokimiyat bir kishining qo'lida to'planib, u ikkinchisiga zulm o'tkazsa, ezilgan turmush o'rtog'ini tikanli buta singari chirmab oladi. U borgan sari qattiqroq qisib, yanada ko'proq azob beradi. Bunday holat esa rivojlanish va gullab-yashnash imkoniyatini yo'q qiladi. Eshli va Klintning munosabatlarini ko'rib chiqaylik. Klint da'vo qilganidek, Eshli sovuqqon va hissiyotsiz emas, aksincha, u holdan toygan edi. U har kuni Klintning jahli chiqmasligi uchun jon jahdi bilan harakat qilardi.
Klint ayniqsa oilaviy moliyaga qattiq e'tibor qaratib, qancha pul sarflash mumkinligi va Eshli qancha pul topishi kerakligini belgilab berardi. Eshli ko'pincha ish vaqtidan tashqari ishlardi. Hatto qo'shimcha yumushlarni ham bajarardi. U kamdan kam hollarda Klintning ruxsatisiz biron narsa sotib olardi. Klint uning oziq-ovqat do'koniga yolg'iz borishiga ruxsat bermas. Uni kechki soat 7 da ishdan kelishini kutishga majbur qilardi. Keyin, agar ertasi kuni u o'zini charchagan his qilsa, eplolmasliging tufayli men uzoq ish kunidan keyin sen bilan birga bozorga borishga majbur bo'lyapman, deb Eshlini ayblardi. Ba'zida Eshli biror narsani unutib qo'ysa, do'konga yugurib borib kelmoqchi bo'lardi. Agar Klint buni bilib qolsa, jahldan otlanib, unga nasihat o'qirdi. Shu sababli Eshli ko'pincha o'zini tiyishga majbur bo'lardi. Klint millionlab pul topsa-da, Eshlining yukini yengillashtiradigan buzilgan gaz pechi yoki idish yuvish mashinasini tuzatish kabi uyning muhim ta'mirlash ishlari yillar davomida e'tiborsiz qolib ketgandi. Pulni u nazorat qilsa-da, oilaviy budjetga rioya qilinmaganda baribir Eshlini ayblardi. Axir nufuzli maktab joylashgan tumandan uy olishni istagan ham Eshlining o'zi edi. Klint, men uni baxtli qilish, o'zini va bolalarini kerakli hamma narsa bilan ta'minlash uchun har kuni astoydil ishlayman, derdi. Ammo bu Klint o'zini oqlash va Eshlini ayblash uchun foydalanadigan o'z soliqligini ko'rsatish niqobi edi xolos. Garchi Eshli ba'zida erining nohaqligini bilsa-da, Klintning uning kamchiliklari haqidagi tinimsiz tanqidlari uni shoshirib qo'yar. Oqibatda u erining g'azabiga o'zi sababchi ekaniga va uning azoblariga o'zi mas'ul ekaniga ishonib qolardi. Eshli tuzoqqa tushib qolgandi. U nima qilmasin, oxiri baribir og'riq yoki jazo bilan tugardi. Agar Klintning talablariga mos kelmasa, eri g'azabga minardi. Hatto holdan toyib, uning qoidalariga rioya qilishga uringanida ham bu Klintning jahlini battar qo'zg'atayotgandek tuyulardi. U norozi bo'lish uchun yana biror bahona topardi-da, hammasi boshidan boshlanardi. Klint xuddi tikanli butadek edi. U Xudo bergan xizmatkor, rahbarlik vazifasini qabul qilmadi. Xudoning o'z xotinini sevib, ardoqlashga bo'lgan da'vatiga ham quloq solmadi. U butunlay boshqa hokimiyat va nazoratga asoslangan rolni mahkam tutib olgandi. U o'ta ketgan xudbin edi. Tikanli buta singari unda na mehr-muhabbat, na saxiylik va na himoya qilish istagi bor edi. Tikanak himoya ramzi bo'lgan soya berolmaydi. Ishayo payg'ambar kitobining 25-bobi 4-oyatiga qarang. Aksincha, uning uzun va o'tkir tikanlari og'riq keltiradi va yonidan o'tib ketayotganlarga sanchiladi. Agar tikanak yopishgan odamlar undan qutulmoqchi bo'lsa, yanada ko'proq jarohat oladi. Tikanaklar jarohat yetkazadi. Hatto boshqa daraxtlarning yaxshi mevasiga ham zarar beradi. Uning bu ishi boshqalarga qanchalik zarar keltirishining unga farqi yo'q. Xuddi shu singari zo'ravonlar ham nazoratni kuchaytirishni xohlaydilar va bunga erishish uchun qo'pol usullardan foydalanadilar. Ular hokimiyatni saqlab qolish uchun boshqalarga jarohat yetkazishdan qaytmaydilar. Klint mendan jahli chiqqan paytida buni his qilganman. U meni o'zining nazorati va hukmronligi uchun tahdid deb o'yladi. Biroz vaqt o'tib, zo'ravonlikka uchragan kishilar tuzoqqa tushadi, yakkalanib qoladi va bo'ysundiriladi. Ular omon qolish uchun qattiq qo'l va shafqatsiz juftining bosimlariga chidashga majbur. Zo'ravonning og'riqli tuzog'iga ilingach, sarosimaga tushib, qanday ahvolda qolganliklarini anglay olmaydilar. Zo'ravon esa turmushdagi bunday muammolar uchun, hatto haqoratlanayotganlari uchun ham o'zlari aybdor ekanliklariga ularni ishontiradilar.
Ular nima qilayotganingni o'zing ham bilmaysan. Sen telbasan. Seni jilovlab turishim kerak edi. Yoki agar gaplarimga quloq solganingda edi, e'tiboringni tortish uchun shu ishlarni qilishga majbur bo'lmasdim, degan gaplarni eshitadilar. Omon qolish uchun ular zo'ravonning cheksiz talablari va o'jarliklariga chidashlari kerak. Nima uchun bu haqda batafsil gapiryapman? Chunki sizlar, ya'ni mazlumga yordam bermoqchi bo'lganlar, juda ko'p oilalarda bo'layotgan yovuzliklar va xiyonatlarga e'tiborsizlik qilmasligingizni xohlayman. Muammoli oilalarda har ikki tomon aybdor deb hisoblashingizni istamayman. Mazlumni himoya qilish va tarafini olish uchun zo'ravonlikning salbiy tomonlarini tushunishingizni xohlayman. Mazlumlar sizga haq to'lay olmaganliklari uchun mohir manipulyatorlarga aldanib qolmasligingiz lozim. Abu Malik haqidagi hikoya va tikanak haqidagi masal zo'ravon tufayli yuzaga keladigan halokatni tasvirlaydi. Bunday halokatli tuzoqdan qutulishning yagona yo'li daraxtni tikanakdan xalos qilishdir. Zo'ravonning qanchalik zolimligini hamda zo'ravonlikka uchragan turmush o'rtoqning kechinmalarini bilish boshqa juftliklarga qaraganda boshqacha nazar bilan qarashga undaydi. Juftlikning har biriga bo'lgan g'amxo'rligimiz aniqlangan murakkablikni ifodalashi kerak. Zo'ravonlikka uchragan kishilar uchun bu muloyimlik bilan qilingan g'amxo'rlikni anglatadi. Ular jarohatlangan, qo'rqib qolgan, xatar ostida qolgan, ehtimol o'zaro munosabatda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanini ajrata olmay qolishgan. Zo'ravonga to'g'ri g'amxo'rlik ko'rsatish uchun uning boshqalarni tinimsiz manipulyatsiya qilishi va hukmronlik qilishiga qarshi turish lozim. Fessalonikaliklarga 1-maktub 5-bob 14-oyatda bizni ishyoqmaslarni ogohlantirishga, jur'atsizlarga dalda berishga va zaiflarga yordam ko'rsatishga chaqiradi. Juftliklarning har ikkisiga ko'rsatgan g'amxo'rligimiz ushbu farqlarni ifodalashi kerak. Zo'ravonlikka uchraganlarga g'amxo'rlik qilish. Zo'ravonlikka uchragan kishi tuzoqda bo'lgani sababli birinchi navbatda uni qutqarish kerak. Bu albatta ularni nikohdan ajrashtirib yuborish kerak degani emas, chunki ajrashish zo'ravonlikning darajasiga bog'liq. Zo'ravonlikka uchragan tomon boshidan kechirganlarini aytishi va zo'ravonlik bo'layotganini ma'lum qilishi zo'ravonning hukmronligiga tahdid solishini unutmang. Bunday yo'l tutish hatto zo'ravonlikka uchragan kishini yanayam xatarliroq vaziyatga qo'yishi ham mumkin. Tikanakning olov haqidagi ogohlantirishini yodda tuting. Zo'ravonlikka uchragan kishining xavfsizligi eng asosiy o'rinda bo'lishi kerak. Zo'ravonlik nima ekanini yaxshi biladigan mutaxassisga yordam so'rab murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. Chunki oqilona yordam ko'rsatish bir qancha murakkabliklardan iborat. Bularning barini hisobga olgan holda quyida yordam berishning bir qator yo'llari ko'rsatilgan. Mazlumning so'zlarini tinglang. Hammasini ochiq aytish uchun dalda bering. Xalos bo'lish va qayta tiklanish imkoniyati ochilishi uchun nimalar sodir bo'layotgani haqida haqiqatni bemalol aytishda mazlumga yordam berish bizning asosiy maqsadimiz bo'lishi lozim. Unga hayotida va oilasida nimalar bo'layotganini ochiq aytish imkoniyatini berish kerak. Ko'pincha ayollar menga, maslahatchilar va jamoat yetakchilari erining yo'qligida u haqida gapirishni taqiqlaganlarini aytadilar. Lekin hayotida bo'layotgan ishlar haqida zo'ravon erining oldida aytsa, uni qanday jazo kutishini bir tasavvur qilib ko'ring. Erining oldida bor gapni aytish u uchun xatarli bo'ladi. Ehtimol, boshidan o'tkazganlarini aytib berish uchun unga dalda berishingiz to'g'ri kelar. Balki u janjaldan qutulish uchun sukut saqlashga o'rganib qolgandir. Unga savollar berish orqali dilidagi gaplarni aytishga turtki berishingiz mumkin
Turmush o'rtog'i unga qanday munosabatda bo'lishi, uni qanday jazolashi, qay yo'llar bilan o'zini aybdor his qilishga majburlashi yoki uyaltirishi haqida aniq savollar bering. Lekin agar u dardini aytishga tayyor bo'lmasa, majburlamang. Gapirishni boshlaganda esa diqqat bilan eshiting va ma'lumot to'plang. Foydali savollarni topish uchun risola oxirida berilgan oiladagi zo'ravonlikni aniqlash vositalari bo'limiga qarang. Undan ko'proq misollar keltirishini so'rang. U uyalmasdan ichidagi bor dardini ayta olishi uchun xavfsizlikni ta'minlang. Zo'ravonlik har bir munosabatda turlicha bo'ladi. Hukmronlik xatti-harakatlari bir-biridan farq qiladi. Zo'ravonlikning bittadan ko'proq turi sodir bo'lishi ehtimoli yuqori. Uning kechinmalarini o'rganish uchun vaqt ajrating. Zulm ostida qolgan xotin o'zi boshidan kechirgan nohaqliklar bilan yanada chuqurroq bog'lana boshlaganda, unda g'azab va achchiqlikni ko'rishdan hayron bo'lmang. Bu uchun uni ayblamang. Agar, masalan, xotin o'z azob-uqubatlarining tafsilotlarini jonli va ifodali tarzda bayon qilsa, u aytayotgan gaplarining mazmuniga ehtiyotkorlik bilan diqqat qilib quloq tuting. Uning hikoyasini uning o'rniga shakllantirishga yoki his-tuyg'ularini yumshatib ko'rsatishga urinmang. Biz uning yordam so'rashiga xalaqit berishni istamaymiz. Unga qilingan munosabatdan Xudo nafratlanadi. Biz esa g'azablaridan ozod bo'lishi uchun unga imkon berishimiz kerak. Vaqt o'tishi bilan uning faryodlari nolali ibodatlarga aylanishiga yordam berishingiz mumkin. Biroq bu jarayonni tezlashtirishga urinmang. Ba'zida, ayniqsa birinchi suhbatda zo'ravonlikka uchragan ayol erining zo'ravonligini oqlaydi yoki zo'ravonlik uchun aybni o'z bo'yniga oladi. Buni tushunish qiyin bo'lishi mumkin, lekin eri uni bu zo'ravonlik uchun uning o'zi aybdor ekaniga ishontirgan yoki majbur qilgan bo'lishi mumkinligi yodingizda bo'lsin. Boshidan o'tganlarini har tomonlama mulohaza qilishda unga yordam bering. Biroq erining xatti-harakatlarini sizdek aniq ko'rishini kutmang. U erining hukmronlik qilayotganini tan olish yoki uning xatti-harakatlarini oqlash o'rtasida ikkilanayotganida sabrli bo'ling. Erining xatti-harakatlari uchun aybdorlikni va javobgarlikni o'z zimmasiga olish hissi uni asir qilgan. Shuning uchun unga hozirgi vaziyatini anglab yetishda yordam berishimiz kerak. U erining xatti-harakatlari uchun javobgar emasligini tushunib yetishi lozim. Ushbu muhim aloqalarni o'rnatish uchun u sizga o'z boshidan o'tkazgan narsalarni aytib berishi, yodiga tushgan yangi tafsilotlar va g'oyalarni ma'lum qilishi kerak. Uni shoshiltirmang. Uning yonida bo'ling. Uni eshiting va Xudoning kalomidan uning buzilgan hayotiga mos keladigan haqiqatlarni ko'rsating. Masalan, unga insondan chiqadigan narsalar o'sha insonning yuragidan chiqishini eslatib qo'ying. Mark xushxabari 7-bob 20-23 oyatlarga qarang. Bu haqiqat yomon ishlar va yomon xatti-harakatlar uchun aslida kim aybdor ekanini ko'rsatadi. Hikmatlar kitobi 6-bobda ham kuchli so'zlar yozilgan. Rabbiy mana bu 6 narsadan nafratlanadi. Ha, mana bu 7 narsa u uchun jirkanchdir. Mag'rur ko'zlar, yolg'onchi til, begunoh qonni to'kuvchi qo'llar, yovuz niyat qiladigan yurak, yovuzlikka tez yuguradigan oyoqlar, yolg'on so'zlovchi soxta guvoh va birodarlar orasida nifoq soladigan kishi. Unga qilingan yomon munosabat Xudo nafratlanadigan narsalarga qanchalik mos kelishini ko'rsatish, unga erini oqlash hamda o'zini aybdor his qilishdan qutulishga yordam beradi. Ma'lumotlarni sir saqlang.
Siz himoya choralarini ko'rib, uning xavfsizligini ta'minlamaguningizcha, u sizga aytgan ma'lumotlar eriga yetib bormasligi kerak. Er-xotin yoki guruh a'zolari o'rtasidagi ma'lumotlarni donolik bilan sir saqlamaslik mazlumlarni kuchliroq zo'ravonlikka uchrash ehtimolini oshiradi. Zo'ravonlikni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin bo'lgan maslahatlarni bermang. Ziyrak, dono bo'ling va mazlumga bergan maslahatlaringiz qo'shimcha muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Ajablanarlisi shundaki, zo'ravonning talablarini qondiradigandek ko'ringan har qanday harakat aslida vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Masalan, Eshli har doim ham uyni Klint xohlaganidek saranjom saqlay olmagan. Ilgari ba'zi odamlar unga vaqtidan unumliroq foydalanishni va Klint uyga kelishidan 1 soat avval uyni u uchun yaltirab turadigan holatga keltirishga sarflashni maslahat berishgan edi. Bu kabi maslahatlar Eshlining shunday o'ylashiga sabab bo'ldi. Go'yo Klintning mukammal talab qilishi o'rinli va tabiiydek. Eshli uyni ideal holatda saqlash uchun o'zini ayamas, hatto ko'pincha tong otmasdan oldin turib erining topshiriqlar ro'yxatini bajarishga kirishardi. Bu esa uni butunlay holdan toydirardi. Eng yomoni esa shu ediki, Klint ham bu maslahatlarni eshitgan va ularni o'zini oqlash hamda g'azabini yanada avj oldirish uchun ishlatgan. Eshli uyni erining talab darajasida yig'ishtira olmagan kunlarida Klint sochilib yotgan narsalarni uning tomon uloqtirar. Yana ustiga ustak, Eshliga uy ishlarida dalda berish uchun cho'ponni keltirgan muqaddas kitob oyatlarini ro'kach qilar edi. Zo'ravonlikka uchragan insonning ham jismonan, ham ruhan xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qiling. Zo'ravonlik holatlari va uning kuchayishini kuzatib borish uchun xavfsizlik holatini muntazam baholab boring. Bunga yordam beradigan bir nechta vositalar ushbu risola oxirida xavfsizlikni baholash va rejalashtirish uchun manbalar bo'limida keltirilgan. Bunday baholashlar vaqti bilan va imkon qadar maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassis bilan birgalikda o'tkazilishi lozim. Vaziyat o'zgaruvchan bo'lishi mumkin va umuman olganda zo'ravonlik vaqt o'tishi bilan kuchayib boradi. Eri ham maslahat olayotgan bo'lsa-da, uning hukmronlik va nazoratni saqlab qolish istagi jazolash xatti-harakatlarini yanada kuchaytirishi mumkin. Agar oilada farzandlar bo'lsa, ular ham zo'ravonlikka uchrayotgan yoki uchramayotganini aniqlang. Ba'zan bizning asosiy vazifamiz zo'ravonlikka uchragan insonga xavfdan qochishga yordam berish bo'lishi mumkin. Xavfsizlikni baholash va rejalashtirish bilan bog'liq barcha tafsilotlarni yoritish ushbu risolaning vazifasiga kirmaydi. Ammo siz bu muhim ma'lumotlar bilan ularga ehtiyoj tug'ilishidan avval tanishib chiqishingiz lozim. Keskin himoya choralarini ko'rish zarur deb topganingizda, jamoatingizdagi tajribali va nimalarga e'tibor berishni biladigan a'zolarni jalb qiling. Yodda tutingki, ayol uchun eng xavfli palla bu uning zo'ravonlikdan qochayotgan vaqtidir. Xavfsizlik masalalarida ortiqcha xotirjamlik va soddalikka o'rin yo'q. Bu borada o'zingiz bilimli bo'lishingiz yoki bilimli inson bilan hamkorlikda ishlashingiz zarur. Zo'ravonning o'z xotiniga yetkazishi mumkin bo'lgan zararni aniqlash bilan birga, xavf-xatarga ishora qiluvchi alomatlarga ham e'tibor bering. Ayoldan o'ziga shikast yetkazish, o'z joniga qasd qilish haqidagi fikrlar, tashvish, tushkunlik, xotira yoki irodaning buzilishi hamda giyohvand moddalar iste'mol qilishi haqida so'rang. Agar u jinsiy zo'ravonlik haqida gapirsa, jinsiy zo'ravonlik unga nafaqat hissiy, balki jismoniy tomondan ham shikast yetkazishi yodingizda bo'lsin. Agar zarurat bo'lsa, shifokorga uchrashing. Bosh og'rig'i,
qorin og'rig'i, haddan tashqari ko'p yoki juda kam uxlash, ortiqcha ovqat yeyish yoki ishtahaning yo'qolishi, vahima xurujlari, sababi tushuntirib bo'lmaydigan doimiy tana, bo'yin yoki ko'krak og'riqlari, yutinish qiyinlashishi, siydik yo'llari infeksiyalari va asabiylashish kabi stressning me'yordan oshib ketganini ko'rsatuvchi alomatlarga e'tibor bering. Bunday belgilar tananing xuddi xavf qo'ng'irog'ini chalayotgandek ogohlantiruvchi ishoralar bo'lishi mumkin. Ular ayol qanday og'ir bosim va kuchli stress ostida yashayotganini, ba'zan u hali bu holatni aqlan to'liq anglab ulgurmasidan yoki buni so'z bilan ifodalab bera olmasidan oldinroq ham ko'rsatib turadi. Shuning uchun tanadan kelayotgan bunday ishoralar juda muhim. Ularni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Inson tanasi stress yuki ostida ezilib, holdan toyayotgani ayon bo'lgan hikoyalarni eshitganimda, ham alomatlarni, ham ularga bog'liq voqealarni diqqat bilan kuzatishga harakat qilaman. Vaqt o'tishi bilan yuzaga chiqadigan o'zaro bog'liqlarni izlayman. Ba'zan jismoniy zo'riqish shunchalik kuchli bo'ladiki, uni kamaytirish uchun puxta o'ylangan qadamlar talab etiladi. Masalan, jismoniy faollik, xavotirga qarshi dori-darmonlar yoki hatto er-xotinning vaqtincha alohida yashashi. Vaqti o'tishi bilan Eshli qattiq bosh og'riqlari, ko'pincha Klint ishdan qaytishidan oldin boshlanishini, pochta orqali hisob-kitob qog'ozlari kelgan kunlari esa kuchli xavotir hissi yanada zo'rayishini payqab qoldi. Zo'ravonlikka uchragan inson bilan bu yo'lni sabr bilan bosib o'ting. Daraxt tikanaklardan xalos qilinganidek, mazlum xotinni zo'ravondan xalos qilish vaqt talab etadi, og'riqli bo'ladi hamda qayta-qayta parvarish talab qiladi. Unga haqiqatni bildirish va umid berishdan hech qachon charchamang. Zo'ravonlikka uchragan ayollarga yordam berish uchun olis va mashaqqatli yo'lga qadam qo'yganingizda, Ibroniylarga maktub 13-bob 3-oyatni yodda tuting. Mahbuslarni go'yo o'zingiz ham ular bilan birga kishanda bo'lgandek eslab turinglar. O'zingiz ham tanada bo'lganingiz uchun azob chekayotganlarni xotirlanglar. Mazlumlar zolim xo'jayinga qul bo'lib yashaydilar. Zo'ravonlikka uchragan ayolga xizmat qilganingizda uning hayotiga kiring. Uning azoblarini o'z azoblaringizdek his qiling. U azoblariga befarq bo'lishingizni yoki bu azoblarga noto'g'ri baho berishingizni istamaydi. Bundan tashqari, unga nima qilish kerakligini ham aytish kerak emas. Yodingizda bo'lsin, allaqachon eri uning ustidan hukmronlik qilyapti. Zo'ravonlikka qarshi qanday yo'l tutishni uning o'zi hal qiladi. Ehtimol, nima qilish kerakligini o'ylab olish uchun unga vaqt kerakdir. Ehtimol, tashvish yoki qo'rquvni undan ko'ra ko'proq his qilarsiz. Biroq u bilan bir maromda harakat qilishingiz, o'z vaziyatini tushunishiga yordam berishingiz juda muhim. Lekin undan sizning maslahatlaringizga amal qilishini talab qilmang va u sizning aytganlaringizni qilmaganida ortga chekinmang. Zo'ravonlikka uchragan odamlar samimiy va doimiy tasalliga muhtoj bo'lishadi, lekin ko'pincha Xudoni his qilmaydilar. Kalomdan jabrlanuvchining ayni damdagi ahvolini ifoda etuvchi oyatlarni eslatish orqali Xudo bilan munosabatini tiklashiga yordam bering. Masalan, Zabur kitobi 68-sanoni oching. Yo Xudo, meni qutqar, chunki suvlar mening bo'g'zimga yetdi. Men chuqur botqoqqa botdim. Tik turishga joy yo'q. Men chuqur suvlarga kirdim va ularning tez oqimlari meni oqizib ketmoqda. Men faryod qilishdan charchadim, tomog'im quridi. Mening ko'zlarim Xudoyimni kutishdan toliqdi. Bu kabi oyatlar uning qayg'ulari qanchalik jiddiy ekanligi hamda azobli va barham topmagan nolalarini ifodalaydi.
Uni zabur sanolariga jalb qiling, chunki sanolar nolalarni umidga, faryodlarni Xudoning kim ekanligini esga olishdan paydo bo'ladigan iltijolarga aylantiradi. Zabur kitobining 68-sanosi 17-19 oyatlarida yana shunday nolalar berilgan. Yo Rabbiy, meni eshit, chunki sening shafqating ezgudir. Rahmdilligingning buyukligida menga o'girilgin. O'z yuzingni qulingdan yashirma, chunki men siqilyapman. Meni tezroq eshit. Mening jonimga yaqinlashib, uni qutqargin. Dushmanlarim haqi meni xalos qil. Ushbu umidga to'la nolalar Xudoning ezguligi va sevgisiga asoslangan najotga umid uyg'otadi. Zo'ravonlikka uchragan odamlarga tasalli va najot beruvchi Xudo ular tomonda ekanini muntazam ravishda eslatib turing. Isoda nimalarga ega ekanini ko'rish jabrlanuvchining hayotini o'zgartirishi mumkin. Tahqirlanish nima ekanini Iso yaxshi biladi. Iso odamlar tomonidan kamsitildi va rad qilindi. U kasalliklarni tatigan qayg'ularning odami edi. U ezilgan va qiynoqqa solingan edi. Ishaya payg'ambar kitobining 53-bobi 3 va 7 oyatlarda yozilgan. Iso xochda tahqirlanganida qanchalik g'alati bo'lmasin, boshida tikanli toj bor edi. Naqadar ajoyib ramz. U jarohatlanish qanday bo'lishini biladi. U najotkor bo'lib, o'z azizlarining azoblarini ko'rib, bilib turadi va bundan larzaga keladi. Bu oyatlar mazlumlar uchun ulkan tasalli hamda kelajakka umid berishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, zo'ravonlikka uchraganlar uchun ikkita maqsad bor. Birinchisi, ularni kelgusi zo'ravonlikdan himoya qilish, tasalli berish va zulmatdan olib chiqish. Ikkinchisi esa Isoning ularga bo'lgan sevgisini tushunishlariga yordam berish. Istagimiz shuki, ular chekayotgan azoblarida va najotlarida Rabbimizning yaqinligini va ishtirokini his qilishsin. Zo'ravon bilan qanday ishlash kerak? Hakamlar kitobi 9-bobdagi masalda ogohlantirilganidek, tikanak uning fikriga qo'shilmagan har qanday odamni yo'q qiladi. Zo'ravonning qilmishlari hamda hukmronlik qiluvchi xatti-harakatlari fosh bo'lganida ziddiyat yuzaga kelishini kuting. Zo'ravonlar hukmronlikni saqlab qolishga va istagan narsasiga erishishga harakat qilishadi. Shuning uchun ular qochishga va yashirinishga moyil bo'lishadi. Bunga tayyor turing va siz bilan birgalikda zo'ravonga qarshi turadigan odamlar sonini ko'paytiring. Iloji bo'lsa, jamoatdan yordam oling. Bir guruh odamlar, ya'ni cho'pon, oqsoqollar, maslahatchilar, kichik guruh yetakchilari hamda xizmatchilar birgalikda zo'ravonni o'rtaga olganlarida zo'ravonning tavba qilganiga guvoh bo'lganman. Odatda bu jarayon juda sekin bo'lishini hamda ko'pincha oqil maslahatchining yo'l-yo'riqlarini talab qilishini unutmang. Ko'pincha zo'ravonlar hamma muammo o'zlarida ekanini tan olishlari uchun bir necha oylar kerak bo'ladi. Ularga iloji boricha tezroq yaxshi maslahatlar berish lozim. Aksariyat zo'ravonlar bu jarayonga jiddiy qaramasliklari va juda kamchiligi tavba qilishi yodingizda bo'lsin. Klint jamoatdagi yetakchi bilan birga bir muddat ishladi va nazoratni kamaytirdi. Bu esa Eshliga yengillik berdi. Lekin ko'p o'tmay, u hukmronlik va nazoratdan umuman voz kechmaslik yo'lini tanladi va harakatlarni to'xtatdi. Oqibatda oilasi bilan ajrashdi. Zo'ravon bilan shug'ullanishdan avval yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni o'rganing va shunga qarab harakat rejasini tuzing. Bu juda muhim. Ayolni va oiladagi boshqa bolalarning xavfsizligini ta'minlang. Ba'zan xotin erining boshqa odamlar tomonidan bunday ta'qib qilinishiga e'tiroz bildirishi mumkin. Oiladagi zo'ravonlik kuchayib ketmasligi uchun bunday e'tirozlarni e'tiborga oling.
Shuni tushunish kerakki, zulm qiluvchiga juda ehtiyotkorlik bilan qarshi turilganda ham bu ko'pincha uning xotini va bolalariga qo'shimcha azob keltirishi mumkin. Shuning uchun buning ehtimoliy oqibatlarini oldindan o'ylab chiqish va javoban qilinadigan ziyonni kamaytirish yo'llarini rejalashtirish juda muhim. Og'ir va nozik suhbatlarning vaqtini ham puxta o'ylab tanlash kerak. Shunda ular kutilgan samarani bersin va imkon qadar kamroq zarar keltirsin. Ayoldan ehtimoliy ziddiyatlar bilan bog'liq bo'lgan qo'rquvlari haqida so'rang. Uning tashvishlarini hisobga oling va himoya choralarini ko'ring. Nihoyat, ziddiyatlar sizning u bilan bo'lgan munosabatingizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida o'ylang. Chunki o'z xotini ustidan hukmronlik qilishiga to'sqinlik qilayotganingizni anglagan zahoti, unda konsultatsiya jarayonini buzishga urinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xotinini himoyadan va yordamchi omillardan chetlatmasligi muhim ahamiyatga ega. Yana kim unga qarshi turishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Zo'ravon bilan suhbatlashganingizda u hukmronlik qilish usulidan foydalanishini yodda tuting. Bunga tayyor turing. Uning aldovlariga ishonib qolmaslik yoki u sizni manipulyatsiya qilmasligi uchun donolik sizni ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga undaydi. Yaxshi natijaga erishish uchun zo'ravonni aybni boshqalarga ag'darmasdan o'zining xatti-harakatlari haqida gapirtirishga harakat qilishingiz kerak. U bilan gaplashganda uning xatti-harakatlari hamda munosabatlarini ochib beradigan savollar bering. U sizning e'tiboringizni uning zo'ravonliklaridan olib, boshqalar unga qilgan yomonliklariga qaratishga urinishi mumkin. Biroq siz uning xatti-harakatlarini kuzatishda davom etishingiz hamda uning zo'ravonlik qilishiga nimalar sabab bo'lganini aniqlashga harakat qilishingiz muhim ahamiyatga ega. Zo'ravon sizni manipulyatsiya qilishga urinishini bilishdan tashqari, uning qanday fikrlashini ham bilishingiz kerak. Tikanak haqidagi masalni yodda tuting. Siz uning maslahatchisi bilan birgalikda uni tavbaga keltirishga umid qilgan holda uning noto'g'ri qarashlariga qarshi turishingiz lozim. Quyida zo'ravonlarning eng keng tarqalgan 7 ta xususiyati berilgan. Ular boshqalar bilan muloqot qilishda sizga yordam berishi mumkin. Zo'ravonlar o'zlarini haqli deb hisoblaydilar. Zo'ravon odamlar boshqalar ustidan hukmronlik qilishadi. Zo'ravon odamlar boshqalarga tahdid qilishadi. Zo'ravonlar nazoratni saqlab qolish uchun boshqalarni jazolashadi. Zo'ravonlar o'zlarining xatti-harakatlari halokatli ekanini bilmaydilar. Zo'ravonlar boshqalarga qilgan muammolarida o'zlarini haqli deb bilishadi. Zo'ravonlar o'zlarini aybsiz, hatto qurbon sifatida ko'rishadi. Men zo'ravonning har bir xususiyatiga to'xtalib o'taman va zo'ravonga o'z qiyofasini ko'rishga hamda undan voz kechishga yordam berish yo'llari haqida aytaman. Zo'ravondagi haqlilik hissini yo'qotishga harakat qiling. Zo'ravonning boshqalarni jilovlash va nazorat qilish istagini aynan men hamma narsaga haqliman, hamma menga xizmat qilishi shart degan tuyg'u oziqlantiradi. Shu sababli zo'ravondagi bunday imtiyozlilik kayfiyatini vaqtida payqash juda muhim. Uning gap so'zlaridagi yashirin, kibrli talablarini sinchiklab eshiting va siz ilg'agan bunday noto'g'ri qarashlarini uning o'ziga ko'rsating. Haqlilikning yashirin xususiyatlariga ishora qiluvchi mavzularni ko'rib chiqing va sizga tanish bo'lgan xususiyatlarni alohida belgilang. Zo'ravondan o'zi boshqalardan nimani kutayotganini va nimani o'ziga munosib yoki haqli deb hisoblashini aytishini so'rang. Keyin muqaddas kitobning oyatlari yordamida uning bu talablari asossiz va noto'g'ri ekanini ko'rsatib, muloyimlik bilan tushuntiring. Undagi bu o'ziga xos haqlilik hissi qayerdan paydo bo'lgan? Uning hayot yo'lini o'rganib chiqing.
chunki uning haqlilik hissi gunohkor qalbning moyilligidan chiqadi. Keyin esa vaqt o'tishi bilan o'rganilgan va mustahkamlangan odatga aylanadi. Unga o'z rohatini hayot markaziga qo'yuvchi soxta xushxabarining aslida qayerdan kelib chiqqanini anglashiga yordam bering. Buni kalom bizni chorlaydigan kamtarlik va fidokorona xizmat qilish ruhi bilan qiyoslang. Uni Filippiliklarga maktub 2-bobidagi kabi Iso Masihning o'zi sevgan insonlar uchun ko'rsatgan beqiyos kamtarligi va xizmati bayon etilgan oyatlar ustida chuqur mulohaza yuritishiga yo'naltiring. Zo'ravonga hukmronlik va nazorat qilishdan voz kechishda yordam bering. Zo'ravon o'z ayolini qanday nazorat qilishini aniqlashga harakat qiling. Uni nazoratdan voz kechishga chaqiring. Zo'ravonning shaxsiy xohish-istaklari qanday qilib butun xonadon uchun majburiy standartga aylanib qolganini kuzating. Uy-ro'zg'orni boshqarishga oid turli masalalar bo'yicha uning fikrlarini ochib beradigan savollar bering. Qanday qilib ushbu fikrlar majburiyatga aylanib qolganini aniqlang. Masalan, ayoli qanday kiyinadi? Kechki ovqatga nima yeyishni xohlaydi? Tozalash ishlari qanday bo'ladi? Yoki eng yaxshi dam olish kunlari qanday o'tadi? Undan keyin zo'ravon uchun qadrliroq va muhimroq bo'lgan talablar, masalan, ayoli erining oilasiga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi yoki pulni nimalarga sarflashi haqida suhbatlashing. Er hukmronlik qilishga moyil bo'lgan sohalarni aniqlagandan keyin ayolining istaklari unikidan farq qilishini ko'rsating. U o'z ayolining fikrlarini, ehtiyojlarini va o'ziga xos jihatlarini qanday qabul qiladi? Uni hamma narsani faqat o'zicha qilish odatidan voz kechishga va o'zining eng yaqinini, ya'ni xotinini ehtirom va xizmat bilan sevishga chaqiring. U bunga rozi bo'lmasligi mumkin. Xuddi Abu Malik singari zo'ravonlar ham hokimiyatni saqlab qolishga harakat qilishadi va bu yo'lda har qanday qabihlikdan ham qaytmaydilar. Zo'ravonlar o'zgarmasligining asosiy sabablaridan biri ular hukmronlik va nazorat tufayli keladigan imtiyozlardan voz kechishni istamaydilar. Bu borada aniq tavba bo'lishi uchun qat'iyat bilan harakat qiling. Amaliy o'zgarish nimadan iborat bo'lishini aniq va ravshan qilib ayting. Misol uchun, klient Eshlining do'konga yolg'iz borishiga ruxsat berishi hamda undan xarid qilingan narsalarning chekini talab qilmasligi kerak edi. Zo'ravonlarga o'zining bosim o'tkazuvchi, hukmronlik qiluvchi va nazoratga intiluvchi xulqidan tavba qilish zarurligini anglatish doimiy va o'zgarmas maqsad bo'lishi kerak. Unga Isoni ko'rsating. U boshqalarni qo'rquv, bosim va zo'rlik bilan emas, balki kamtarlik, mehr va ularga xizmat qilish ila boshqaradi. Zo'ravonga hukmronlikni saqlab qolish uchun tahdiddan qanday foydalanishini ko'rsating. Oilada tahdid qanday ishlatilayotganiga doimo sergak bo'ling. Er qanday turdagi tahdidlardan foydalanishini aniqlashga harakat qiling. Agar bu og'zaki tahdidlar bo'lsa, u kimga va nima bilan tahdid qilayotganini aniqlang. Uning aytgan so'zlarini yozib borish foydali. Chunki u o'z og'zidan chiqqan so'zlar bilan yuzlashishi va ularni chetdan ko'rishi kerak. Shuni ham unutmang, har bir tahdid so'z bilan ifodalanmaydi. Ba'zan qattiq va dahshatli nigoh, musht ko'rsatish yoki boshqa qo'rqituvchi harakatning o'zi ham tahdid bo'lishi mumkin. U bilan birga uning tahdidlari ortida qanday natijaga erishish istagi yotganini ochib boring. Nega u ta'sir o'tkazish vositasi sifatida qo'rquvni tanlaydi? Bu usul haqiqatdan ham kutgan natijani beradimi? Va oxir oqibat u xohlayotgan munosabatni shunday yo'l bilan barpo etish mumkinmi?
Unga biror narsani sog'lom tarzda so'rashni, noroziligi yoki ranjishini esa sog'lom yo'l bilan ifoda etishni qayta-qayta o'rgatishdan charchamang. Nazoratni saqlab qolish uchun zo'ravon ishlatadigan jazolash usullarini aniqlang. Zo'ravon o'z hukmronligini saqlab qolish uchun qo'llaydigan jazolash usullarini aniqlang. Undagi jazolovchi so'zlar va vayronkor harakatlar zanjirini uzish hamda bu odatni tag-tubi bilan yo'q qilish ustida ishlang. Ikkala turmush o'rtoq bilan zulmkorlik xatti-harakatlari ro'yxatini tuzishlari asosida suhbatlashing. Bu esa qo'llanilayotgan jazolarning ko'lami va naqadar og'irligi haqida to'liq ma'lumot beradi. Shunchaki bilib qo'ying. Bunday oilalarda jazolar aslo tasodifiy emas. Ular aniq maqsadga yo'naltirilgan va zolimga muayyan manfaat keltiradi. U o'z qilmishlari orqali nimalarga erishayotganini, ya'ni qanday manfaat topayotganini fosh qiling. Uni o'z harakatlari va asl niyatlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglashga o'rgating. Ogohlantirish. Zo'ravonlar sizni ularning xatti-harakatlariga e'tibor qaratishingizni istamaydilar. Ular sizni chalg'itib, e'tiboringizni boshqa narsalarga qaratishni istaydilar. Bancroft buni shunday ta'kidlaydi. Qaysidir jihatdan zo'ravon erkak xuddi sehrgardek harakat qiladi. Uning nayranglari asosan diqqatingizni noto'g'ri tomonga burishga va asl harakat qayerda sodir bo'layotganini payqamasligingiz uchun chalg'itishga asoslangan. U sizni o'z tuyg'ularining beqaror olamiga tortadi. Shunda ko'zingiz uning zo'ravonligining haqiqiy sababidan, ya'ni uning fikrlash tarzidan chetga buriladi. U sizni chigal bir labirintga yetaklaydi va siz bilan bo'lgan munosabatlarni tushunib bo'lmas burilishlar majmuasiga aylantiradi. U sizni shu qadar boshi berk ko'chaga kiritib qo'yadiki, siz uning nega bunday qilayotganini tushuna olmay boshingiz qotadi. Aslida esa bu telbalik zamirida sizni nazorat qilish uchun tuzilgan aniq reja va mantiq yotadi. Yodingizda bo'lsin, zo'ravonlik azob yoki his-tuyg'u emas, balki hukmronlikni saqlab qolishdir. Zo'ravon sizni his-tuyg'ular labirintidan olib o'tishiga yo'l qo'ymang. Uning jazolash usullariga e'tibor bering. Zo'ravon jazolashni to'xtatganini bilishi mumkin bo'lgan yagona inson uning rafiqasidir. Zo'ravonning yomon odatlarini bas qilgani haqidagi gaplariga ishonishning o'zi yetarli emas. To'g'ridan to'g'ri yoki yordamchi guruh orqali uning rafiqasi bilan gaplashing. Ba'zida shunchaki tekshirish ishlari uning zo'ravon harakatlarini kamaytirish uchun yetarlicha ta'sir qilishi mumkin. Bu foyda beradi, lekin butunlay o'zgarganlikni anglatmaydi. Jazolashning kamayishi yetarli emasligini unutmang. Zo'ravon to'liq tavba qilmagunicha hamda hukmronlik qilish harakatlarini bas qilmagunicha zo'ravonlik ildizlari bilan kurashni to'xtatmang. Zo'ravonning ayoli bu o'zgarishlarni yaqqol ko'rayotganini muntazam ravishda tekshirib boring. Uning hukmronlikka intilishini Isoning bu olamga oddiy chaqaloq bo'lib kelishga rozi bo'lgani bilan taqqoslang. Masih bizni bilish, sevish va bizga xizmat qilish uchun har qanday nazoratdan voz kechgan edi. Gunohlarimiz uchun bizga beriladigan jazoni o'z zimmasiga olish uchun o'zini o'limga topshirgan. Agar zo'ravon haqiqiy hokimiyat egasi kimligini hamda Xudo o'z qudratini faqat sevish, ta'minlash va g'amxo'rlik qilish uchun ishlatishini anglab yetsa, o'zining jazolovchi nazorat odatlaridan tavba qilishi osonroq kechadi. Zo'ravonga uning xatti-harakati boshqalarni vayron qilayotganini ko'rsating. Zo'ravonlar o'zlarining xatti-harakatlari qanchalik halokatli ekanini bilmaydilar. Bu katta muammo. Xudo ularga ko'rish uchun ko'z, eshitish uchun quloq berishi haqida ibodat qiling.
Bular amalga oshishi uchun boshqalarning aralashuvi muhim ahamiyatga ega. Uning qilgan gunohlariga guvoh bo'lganlar hamda bitta haqiqatni e'lon qiluvchi ovozlar ko'p bo'lsa, zo'ravon buni rad qilishi qiyin bo'ladi. Zo'ravonning o'zgalarga bo'lgan muomalasini oqlash uchun qo'llaydigan usullariga e'tiroz bildiring. Zo'ravon faqat o'zini o'ylaydigan xudbin bo'lib, boshqalarni u bergan jazoga loyiq deb hisoblaydi. Uning shunday qilishining sabablaridan biri shuki, u boshqa odamlarga to'g'ri nazar bilan qaray olmaydi. U boshqalar unga hujum qilyapti deb o'ylaydi, lekin aslida boshqalar uning nazorat talabini inkor qilayotgan bo'ladilar. Zo'ravonga rafiqasining ehtiyojlarini, tuyg'ularini, xohish-istaklari va fikrlarini anglab yetishni o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Unga rafiqasining niyati haqida noto'g'ri fikrga bormaslikni, buning o'rniga hujum deb o'ylagan narsalar bo'yicha muammoni hal qiladigan va oydinlashtiradigan savollar berishini muntazam ravishda eslatib turing. Buning uchun u rafiqasiga nisbatan hamdardlik va g'amxo'rlikni rivojlantirishi kerak bo'ladi. Bu jarayon u uchun qiyin bo'ladi va u boshqalarga g'amxo'rlik qilishni azob sifatida qabul qiladi. Eshlining gaplarini 10 daqiqadan ortiq eshitishga to'g'ri kelganida, Klint ko'pincha g'azablanardi va taklif qilinayotgan yechim unga qimmatga tushishini bilgan paytda o'zini arang bosib turardi. Zo'ravon o'zini jabrdiyda yoki aybsiz deb hisoblashiga qarshi turing. Zo'ravon chekayotgan azoblarini mohirlik bilan tasvirlab berishi va sizda unga nisbatan achinish hissini uyg'otishga harakat qilishi mumkin. Uning bunday hiylalaridan ehtiyot bo'ling. Klint Eshli unga yetkazgan azoblar haqida tez-tez gapirardi. Biroq u o'zi istagan narsalarni gapirib, asosiy tafsilotlarni aytmasdi. U shunday gapirardiki, o'zini aybsiz, hatto qahramon qilib ko'rsatardi. U Eshlining ayblarini hamda kamchiliklarini ustalik bilan ta'riflab, u uchun achinayotgandek taassurot uyg'otardi. Xuddi Klint singari zo'ravonlar ham o'zlari chekayotgan azoblarda xotinlari aybdor ekanini ko'rishingizni istashadi. Ular haqiqatni yashiradimi yoki ochiqdan ochiq yolg'on gapiradimi, bu yolg'onlar kuchli va ishonchli bo'lishi mumkin. Agar zo'ravon obro'li bo'lsa, boshqalar uni sevib, hurmat qilsa, bunda vaziyat yanada murakkablashadi. Biz bunday yolg'onga osonlikcha aldanib qolishimiz mumkin. Matto xushxabarining 10-bobi 16-oyati haqida mulohaza qiling. Mana, men sizlarni bo'rilarning orasiga qo'ydek yuboryapman. Shuning uchun ilondek dono va kabutardek sodda bo'linglar. Zo'ravonning rafiqasi aytgan so'zlar zo'ravonning so'zlariga mos kelmasa ham, ayol haqiqatni aytayotgan bo'lishi mumkinligini tan olishimiz kerak. Zo'ravonning 7 ta xususiyatiga murojaat qilish maslahatning 2 ta maqsadini aks ettiradi. Birinchi, keyingi zo'ravonlikning oldini olish va bartaraf etish hamda ikkinchisi, zo'ravonning yuragini o'zgartirish. Ushbu ikkinchi maqsadning kaliti zo'ravonning hukmronlik qilish istagini hamda rafiqasi unga itoat qilishi va so'zsiz xizmat qilishi haqidagi talabini yo'q qilishdir. Zo'ravon boshqalarni itoat qildirish istagidan voz kechib, itoatga loyiq zotga bo'ysunishi kerak. Iso hukmronlik orqali g'alabaga erishmagan. Aksincha, u bor kuch-qudrati, hukmronligi va ulug'vorligidan voz kechdi. Zo'ravonlar uni tanib bilishlari va Isoga ergashishlari lozim. Shunda ular ham kamtar, Xudoga tobe bo'lgan xizmatkorlarga aylanishadi. Bu juda muhim tanlov bo'lib, Iso xochga mixlangan kuni sodir bo'lgan hodisalarni aks ettiradi. Isoning yoniga mixlangan 2 kishi zo'ravonlar uchun 2 ta ehtimoliy oqibatlarni ifodalaydi. Isoning bir tomoniga mixlangan jinoyatchiga kechirim olish imkoniyati berilganda, u Isoning hokimiyatini masxara qilib, uni haqorat qilishni tanladi.
Isoning boshqa tomoniga mixlangan jinoyatchi esa Xudodan qo'rqishni o'rganganini ko'ramiz. Uning tavbasi kechirimga va najotga sababli bo'ldi. Bu haqda Luqo xushxabari 23-bob 32-43 oyatlarda o'qiymiz. Shohga itoat qilish zo'ravonni kamtar insonga aylantirib yangilaydi. Unga itoat qiluvchilar o'zlari hukmronlik qiladigan shohlik qurishga intilmaydilar. Aksincha, egamizning hukmronligiga o'zlarini topshirishdan mamnun bo'ladilar. O'zining qanchalik gunohkor ekanligi va Xudo uni qanchalik sevishini bilish orqali zo'ravon eski qilmishlaridan voz kechib, yangi hayot boshlay oladi. Isoning cheksiz sevgisini anglab yetish zo'ravonni butunlay o'zgartirishi mumkin. Vaqt o'tib, Xudoning qudratli shafqati tufayli u asta-sekin Isoga sajda qila boshlaydi. Masihning xizmatchisi bo'lishda va boshqalarga muhabbat ko'rsatishda zo'ravonga yordam berish xizmatimizning maqsadidir. Lekin, albatta, hamma narsa biz kutgandek bo'lavermaydi. Ko'pincha zo'ravonlar tavba qilishmaydi va gunohkorona ishlarini qilishda davom etishadi. Ular maslahatlarga quloq solishmaydi va cho'ponning nasihatlarini tinglashmaydi. Bu bizni faqat mazlumlarga g'amxo'rlik qilishga majbur qiladi. Biroq, bu bizning muvaffaqiyatsizlikka uchraganimizni anglatmaydi. Azob chekayotganlarni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Ular doimiy yordamga muhtoj. Haqiqiy shohingizga tayaning. Yotamning masalida tilga olingan daraxtlar ularga yetakchilik qiladigan shoh izladilar va tikanakni topdilar. Biroq ular aslida o'zlarida allaqachon bor bo'lgan zotni, ularning haqiqiy podshohi bo'lgan Xudoni qidirayotgan edilar. Bugun bizda bu shoh haqida Abu Malik davridagi isroilliklardan ko'ra ancha tiniqroq va mukammalroq tasavvur bor. Bu shoh Yessay qabilasidan chiqqan. Bu haqiqiy shoh, ya'ni Iso Masih, inson tanasida keldi. U o'z xalqi uchun panoh va boshpanadir. U bizni himoya qilib, g'amxo'rlik ko'rsatadi. U soya beradi va bizlarni hosil keltiruvchi qiladi. Iso mazlumlarni o'zining huzurida orom topishga chaqiradi. Zo'ravonlarni esa tavba qilib, hayot tarzini o'zgartirishga da'vat qiladi. Uning yordami bilan tikanakni chopib tashlash mumkin. Bu oson bo'lmaydi. Shuning uchun biz Rabbimiz bilan aloqada qolishimiz lozim. Lekin umidimiz shundaki, u biz bilan birga bo'lishini va qadamlarimizni boshqarishini va'da qilgan. Zo'ravonlar hamda mazlumlarga yordam berar ekanmiz, Xudoning inoyati va o'z xalqiga bo'lgan sevgisi namoyon bo'lishi uchun ibodat qilaman.